Assalomu alaykum xonimlar, aka-uka baliqchilar va baliq o'ynashadigan muxlislar. Charchaymizlarmi? Do'konimiz yana o'sha Teshik ko'prik 3-do'kon 24/7 yengillik qilishda davom etamiz. Xudo xolasa bunaqa kreslolarimiz kelgan. Bu ko'rinishdan oddiy kreslo, to'g'ri, haqiqatan oddiy kreslo, lekin baquvvat, mощный ishlangan. Podsakanniklari chuqur, bunaqa qo'shimcha cho'nchiklari bor. Buni menga eng yoqqan tarafini aytaman. Bunaqa termo yashichasi ham bor ekan o'zini. Bitta yozgi kunida ichiga muz tashab, energetiklarni yoki kola fantani banishlarni solib qo'yib o'tirishga yoqadi-yu. Xo'p, ulardan tashqari okalarimiz so'rashgan, ko'p klientlarimiz kutgan. Katushka chexollarimiz ham kelgan. 4 taligi bor buni. Buni 6 taligi ham. Yana o'sha qatorda kechaga qo'ygan spinninglarimiz 20 ta dona qo'yuvdik, o'shandan 4 ta dona qoluvdi. O'rnini to'ldirib, bunaqa neobычный katushkalar bilan qo'yib qo'ydik, xudo xolasa. Do'konimiz o'sha 24/7 kelib ko'rib, o'zingiz yoqqan narsani tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Har doim xalq xizmatida. Hammaga omad, charchamanglar, yaxshiligi ko'rishinglar.